Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz podpisчиктар. Bugun Xudo seni avtosentr avtosonimizga kelgan navbatdagi mashinamiz savdosi bo'ldi. 2008-yil ishlab chiqarilgan kraskasi 100% toza, 4 yumshoq balon, chexol, polik, motorlardan kul ishlamaydi, faqat zanjirlar o'tirgan edi. Urganch shahridan bizning yaqin insonimiz Shohruxxonga berdik. Iste'mol ma'lumotlar tushib xohlamadi va ayrim sabablarga ko'ra. Narxi aziz yurtdoshlar, Instagramda 26 millionda qo'yildi. Ko'p odam so'raldi. Nasiba bular ekan 25 million so'm naqd pul savdosi bo'ldi. Ertaga aholini qilib beramiz. Shu pullarni ham 100% berib yetdilar xudo xolasa. Nodim tabriklar qilamiz. Yaxshi yuragimiz nasib etkin. Endi bundan ham ularni berish nasib etsin. Bizlarning ishlarini oldilar mashinani. Kapital bankamiz ish faoliyatini ko'rsatib turibdi. Notariusning ish faoliyatini ko'rsatib turibdi. Nomer xizmatlarimiz ham bor. Kelarsa bemalol aksiyada mashinalarimiz ko'p aziz yurtdoshlar. Bugun sani 2025-yil 20 noyabr. Kelarsa kutib qolamiz aziz yurtdoshlar.